biz o'shanda ko'rib xursand bo'lganmiz rostdan. Yana ham xursand bo'lyapmiz hozir. Moshina podarka qilyapti. Iloyim shunday podarka qilib nomiga o'tkazib, bez kredit hamma yo'li shunday qilsin. Chunki bayislar shu narsaga arziydi. Bu bayislar shu narsaga arziydi. Bitta moshina uy podarka qilishga arziydigan bayislar. Lekin u hayb qilib turib uy berdik, moshina berdik deb shuncha rahmatni, haybni prosmotrda olib turib, yana o'ziga kredit qilib qo'yish bu hech qaysi tarafiga to'g'ri kelmaydi. Agar indamasdan shunday Alloh uchun yordam berib, addushi qilganlardan akalar, sizlardan Alloh rozi bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, pullaringga yana pul qo'shilsin sizlarni. Atak mamna qilib, moshina podarka qilib qo'yib, yo bo'lmasam bo'ldi, haybni oldik, davay kreditni o'zing to'lab yuraver deb yurgan bo'lsalaring, akalar, u yaxshi ish qilmayapsizlar. Hammalaringga Alloh rozi bo'lsin, Xudo xolasa yaxshi